Bog'cha faoliyati bilan shug'ullanaman deganlar diqqatiga birinchi qavatda joylashgan 2 xonadan iborat bo'lgan, demak turar joyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Oldinroq bog'cha faoliyati bilan shug'ullangan. Demak, umumiy lokatsiyamiz to'g'rida Umid stadioni, Garden City domlari va shu yerdan kirib kelish yo'limizda Business Fundament qurilish kompaniyasi qurgan domni, 5 qavatli domni birinchi qavatda joylashgan hisoblanadi. Bu joylarga e'tibor bermaysizlar. Oldinroq demak faoliyat yuritgan, hozirda qarovsiz holatda zinalar qilingan. Birma-bir ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Remont holatlari yaxshi. Ustalarimiz bitta asvejit qilib o'rganlar, lekin kelib faoliyatni yo'lga qo'yishdan oldin chiroyli bitta ta'mirlash kerak bo'ladi jihozlar. Demak, bu bitta xonasi, asosiy kirish eshigidan bitta xonasi joylashgan. Kattagina koridor qismi va mana bu tarafda yana bitta xonasi bor, keling. Isitish tizimlari o'rnatilgan, gaz shochiklari ham o'rnatib qo'yilgan. Balkon qismi, proyektini o'zingizga rejangizga qarab ishlatasiz. Mana bu yerda esa ustalarimiz o'zlariga joy to'shab qo'yganlar, ustalar ishlagan. Yana bitta xonasi. Koridor, prixoshkalar anchagina keng, yuvinish xonalari alohida, marhamat. Shu yerda o'zida yana podest qismiga ham o'tib ketsa bo'ladi. Podest qismi eshiklari ham mana shu yerda o'rnatib qo'yilgan. Ikki taraflama, demak, kirish qismiga ega. 22-maktabning yaqinida joylashgan Garden City domidagi svetofor yonidan ichkariga kirib kelinadi. Aholi juda ham ko'p, turar joy qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa noturar qilishga ham juda ham yaxshi variant. Birinchi qavat 2 xona 70 kvadratdan sal kattaroq. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ushbu lokatsiyamiz shoshilishni tavsiya qilaman, chunki 650 million so'm bilan yana savdosi bilan birgalikda sotuvga qo'yilyapti. Dastroshni bo'lganligi sababli ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun pastda o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki Navoiy shahridagi yaxshi narxda ko'chmas mulk e'lonlarini faqatgina bizning kanaldan ko'rib olasiz.